Ay Asqarjon. Çay tayyor bo'ldi. Chiqib chayingni ichib olgin. Mana. Çay tayyor oldu mu dada? Ha. Ben koyay. İlana dada. Balam, xizmatga chiqqaningga necha yil bo'ldi. Endi gapimni anglab o'ylangin. Rahmatlik opangning ro'yimi xushib qolsin. Oilada ayol zoti bo'lmasa, uyning guli ichilmaydi bola. Sen buni obdaroq o'ylangin. Dada. Men qachon ko'nglimdagidek qizni topmaguncha hargiz to'y qilmayman. Vaqt o'tib qopti. Men mang'ashtiray. To'xta, gapim tek tugimidi, bilmang emas. Bu bo'lmasa. To'xtab turing. Ma'lum sizin ama? Ha, meniki. Bu. Palampayda turibdi ekan. Rahmat sizga. O kız zati kimdi o? Bu yerga nima qilg'ili kelgandi o? Shirkatga yangidan kelgan qizmidi ya? Ajab chiroyli qizgina. Haras. Faridadan so'rab boqaychi. Yaxshimsiz Farida? Ajab kirib qapsiz-ku. Ay, tunugun qizil kiyim kiygan bir qizni ko'rgan edim. Shirkatga yangidan kelgan o'xshamamdi. Yo'q, unda qiz kelmadi. Qaraganda qizil kiyimli qiz sizga yiqib qolgan o'xshamamdi. Bu nima deganingiz? Hammishni bilib turib bilmasga selavanman Asqar. Bir shirkat ishlayotganimizga xili yillar bo'lib qoldi. Siz meni obdan tushunasiz. Biroq siz hozir qadar menga faqat yaxshi muomalada bo'lib boqmadingiz. Endi ishxonaga kirib, uyalmasdan notanish bir qizni menda so'rayapsiz. Qaraganda sizni qo'lga tushirmoqchi bo'lganlar qizil kiyim kiyib bo'lg'idekda. Farida, sizga bir gap desam, menga yordam qila olasizmi? Qani ayting. Opamning necha kun bo'ldi mijozi yo'q. Doktorxonaga opasam, bolnist yo'sin deydi.
Oldin 3000 yuan zakalat puli topshirdi ekanmiz. Shunga sizni berib turam degan edim. Sizning dadingiz u tugab ketgan. Kamil akamdan so'ray desam, texi yaqindala meni bu yerga o'rinlashtirib qo'ydi. Yana yordam so'rashga xijil bo'lyapman. Menda munchalik pul yo'q. Biroq boshqalardan so'rab boqay. Ma'qul. Doktor. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Opamning ahvolini bilib boqay degan edim. Opangizning kesili ig'ir ekan, biroq zakalat pul topshirmasanglar yotoqda yotqizishga bizmi amalsiz. Rahmat sizga. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Doktorxonaga birsini yo'qlab kelganmidingiz? Paranglashqash, billa tamoq yesak bo'pti ekan. Kechirsiz, men tamoq yeb bo'lgan, ozroq ishim bor edi, xo'sh. To'xtab turing. Ismim Asqar. Farida bilan bir shirkatda ishlayman. Ismingiz nima? Tanishib qolaylik. Mening ismim Ikbar. Yaxshimisiz? Tamoq kirdinglarmi? Farida, yilqi pulning ishini so'rab baqdingizmi? Telefon baqay. Sana boldum aşık senden. Bilsem şu azabını. Yaxshimisiz, ada? Mundaq ishdi. Mening bir do'stimga jiddiy pul lozim bo'lib qopti. Shuni senda bo'lsa berib turamikin degan edim. Qancha pul? 3000 yuan. 3000. Undaqda ata javobini beray. Ma'qul. Nima deydi? Ati javobini berdigan bo'ldi. Bayqı balım olmuş şirket işleminde. Qandaq keziniz tishyapamdi? Yo'q, nimalarni deydigansiz Farida? Mening hozir bütün o'y xiyolim opamni qandaq qilib davolashdi. Farida? Men mag'ashtiray. Iparga pul lozim bo'lib qoptimi? Shundaq. Uning apisi doktorxonada yetib qopti ekan. Jiddiy pul lozim bo'lib qopti. Men mangaya? Ma'qul. Qizim, nima bo'ldingiz? Nima bo'ldingiz, ha? Men pulning amalini qilolmadim, jinim opa. Hechqisi yo'q, bolam. Mana yaxshi bo'lib qoldim-ku. Hozircha dur ichib turing. Keyin men sizni cho'qim davoldiman. Ma'qul, mendan ansirama, qizim. Opa, sizning bir ishni talabimga qo'shilasizmi? Qayerda?
restoranda naqsh etgan bo'lsa, Meni xo'sh bo'lsin deysiniz. Ikkinchi bundaq gapni qilmang qizim. sizni cho'qim davolaman jinim opa. Sizdan ayrilib qolsam bo'lmaydi. O ozg'ina maoshim uy ijorasi bilan turmushimizga oran yetyapsa, sizni qanday davolaman? Ma'quldan jinim opa. Talabimga qo'shiling. Naqsh aytaychi. Sizdan qo'y ansirmayman qizim. Biroq oshiyaning muhitidan ansirayman. Xotirjam bo'ling opa. U yerda faqat vaqtliq ishlayman. Kesilamiz yaxshi bo'lib ketgandan keyin u yerda hargizim ishlamayman, ma'qulmi opa? Bo'lamdi. Dada. Bir xizmatdashimga jiddiy pul lozim ekan. 3000 yuan bersangiz bo'pti ekan. Nima kerak ekan? Opasini balni yatqizmoqchi ekan. Men yordam qilay degan edim. Bo'ladi bola. Ata ishxondan ilavaq. Mumkin bo'lsa hozirlab bergan bo'lsangiz. Shuncha jiddiymi? Ha. Senden yardım so'ragan qizmi yoki o'g'ilmi? Qiz bo'lsa berman, o'g'il bo'lsa bermayman juma. Dada. Chaqchaq qilmang. Ma'qul. Mana bu pul kartasi, maxfiy nomerini o'zing bilsang. Rahmat dada. Hozirlik kelaman. Xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Birinchi karavotga kasal doktorxonadan chiqib ketdimi? Puldan qisilib qilib chiqib ketdi. Tayirma? Qanday ahvoling? Sizlarning bilimga yangidan kelgan qizning telefon nomerini bilamsan? Eliqi chiroyli qiz bo'ldimsan. Men texoni boyli mushiyadi ko'rgandim. Nada? Xushnova restoranda. Xushnova restoranda? Rahmat adash. Kiyimimni almashtirib hozirlab boraman. Xo'sh. İkbal, siz nima uchun o'zingizni mendan buncha qochirsiz? Siz nima ish mening keynimga kirib olsiz? Bo'ldi, boshqa gapni qilmang. Siz nima ish qilganingizda doktorxonadan yondirib chiqdingiz? Nima? Siz qanday bildingiz? Bugun doktorxonaga borgandim. Doktor chiqib ketganlarni aytdi. Siz nimaga borgandingiz? Sizga pul olib bergili. Nima? Pul olib bergili? Shundoq, pul olib bergili. Minglab avval bo'lganligingizga rahmat. O'tinib qilay, endi keynimga kirib olsangiz. İkbal, sizni nima uchun buncha yaxshi ko'rib qolganimni o'zim bilmayman. Biroq siz meni tushunmaysiz. Ola, sana nima bo'ldi? Yetib ketibsan-ku.
Bo'ldi bola. Endi sana öğlen demeymen. Kaçanda öğlengin kelse şu çağda öğlen. Bırak sana bir şartım var. Ben senin bunda hemkin haltını görüşünü xalamayman. Sen 4 yaş vaxtında apаңdan ayrılıp kaldın. Hazırga kadar ben senin hiç qandaq narsani kam qilmay, barliq xo'shalliqlarni ata qilib keldim o'g'lim. Sen hamma narsani mahrum qolgan odamdek g'amgin yursang men qandoqmi chidayman? Dada, ben öğlenmeymen demekçi emasman. Bırak. Nima biroq? Qani ayta, sana nima bo'ldi? İşim bo'lmadi. Ko'nglingdagi gapni menga demak kimga deysan? Men sening dadang ham opang. Mendan yoshirma bola. Mundaq ish. Şirketga yangidan bir qiz kelgandi. Ularning oilasi bir qiyinchilik ekan. Men o qizga yordam qilay deb shuncha qilsam, nima ish qilgan o'zini mendan qochirib yuraydi. Meningcha u opasini davolatish uchun restoranda naqsh etayotgan bo'lishi mumkin. Biz o qizga boshqacha usul yordam qilsak, restoranda naqsh etmagan bo'lsa, yaraq kuni siz bergan pulni elishga unimidi. Shundaqmi? Bo'ladi bola. Undaqda men Komil bilan ko'rishib baqay. Sen bu ishdan xotirjam bo'lgin. Qandaq, işinla aldıraşmı? İpar xeyli künüp qalğandaq qılamdı. Ha. Günüp qoldi. Yaxshi ishlayotdi. Sizga bir ishni maslahat solay deb kelib edim. Siz çoxum ko'nglimdagi gapni qilasiz, Kamil. Şirketimizde Asqar ismli bir yigit bor. Oila ahvolimi nihoyatda yaxshi. İpar şirketga kelgandan beri o yigit İparga yaqinchilik qilsa, u rad qilib etibdi. Agar İparning loyig'i bo'lmasa, bu ishni o'ylanib baqan bo'lsanglar. Bo'ldi, Kamil. Men bu ishning javobini pat arada beray. Qani, chayga beqing. Naqis. Sizlar nima qilmoqchi? Nima o'ynab kelamiz? Yuring. Sizlar nima qilmoqchi? O'ynab kelaylik. Bizga mayli sayrab bermamsiz. Meni qo'yinglar. O'ynab kelaylik. Bizga mayli sayrab bermamsiz. Bu Asqarkan-ku. Sening tunishingmi? Juda ketamiz. Hech nima bo'lmagansiz? Yo'q. Endi naqsh etmoq bo'lamdi. Boyaq ish uchun sizga rahmat aytdim. Biroq bundan keyin ishimga aralashmang. İpar, siz nima ish qilmaga bunda qo'pollik qilasiz? Men sizga nima yomonlik qildim? Menda nima ish qilib bunchalar o'zingizni ep qochsiz? Bu ishni sizga tushuntirmayman. Eng yaxshisi meni qo'g'lashmang. Voy, Farida, sizga deydigan gapim bor edi. qenidan. Pastga tushgan bo'lsangiz, Nima demoqchi bo'lganligingizni bilaman, telefonda davering. siz bilan yuztaram ko'rishmoqchi edim. Ma'qul, hozir chiqay. Chopsam bo'ling.
Nima ish bilan izlagandingiz? Siz iparga bir gap qilganmidingiz? U nima uchun meni ko'zda qochidi? Voy Asqar, haqsizdan qasam mendan ko'ramsiz. Qisiq gapda bu. Mayli degan bo'ling yoki demagan bo'ling, ikkimizning ishiga aralashmoq bo'lamdi. Qani, ishqirga kiring. Balam, o'zingiz kim bo'lasiz? Men Asqar bo'laman. Hadi. Bor uyda bormi? Uyda bor balam. Uni bilan ko'rsam bo'ldi. Uning kayfiyati toza yaxshi emas. Ko'rsangiz bo'lmasmikin? Bu ishqa men sababchi. Men uning parishon bo'lishini hargiz xohlamayman. Hadi. Sizdan bir ishni so'ramoqchidim. Ipar nima uchun davomli parishonli yuriydi? Meni ko'zida qochidi. Uning kulgunini bir qatimmi ko'rib boqmadim. Hadi. Uning shurigida haqqi aytolmaydigan bir adat ilmi bormi ya? Uning ahvolini bakmi bilgin bor. Siz hozirning o'zida bu uydan chiqib keting. İpar, meni qo'g'lamang. Avval gapimni anglab beqing. Sizga tushundiramayman deb necha qatim aytdim. Darhol bu uydan chiqib keting. İpar, nima ish qilmog'i buncha bora o'shlik qilasiz? Chiqib keting. Gapni asqilib chiqib keting. Gapingizni anglamayman, chiqib keting. İpar. İpar, gapimni anglab beqing. Nima qilganingiz? U yaxshi yigitkan bu. Sizni jinidimmi aziz ko'rdi ekan. U bolaga bunday qo'pollik qilganingiz bo'lmadi. Nima uchun uning talabini rad qilasiz? Mening to'y qilgim yo'q. Siz unutib qolmang. Sizning o'g'lingiz men bilan to'y qilgan. Men sizning qizingiz emas, balki keliningiz. Men sizni qiyin opam emas, o'z opam deb ko'raman. Endi siz o'zingizdan meni ayirib etmoqchisiz. Qizim, sizdan ayrılg'im yo'q. Men to'y qilmayman. Appa, u da yaxshi yigitgan. Men uningga baxtsizlik olib kelaman. Man qarang qizim. Osh shaytonni qo'lingizdan chiqarib etmay, menga mushundoq o'tmoqchimi? Appa, tug'ilibla ota-onamdan yetim qoldim. Endilikda sizning ayrilib qolishni xohlamayman. Meni so'rlamang, appa. Men hozir hech kimga baxt aytolmayman.
Qizim, gapimga quloq soling. Sizga shuni deb qo'yay, ikkinlarning hech qanday munosabatinglar yo'q. Buningga men guvoh bo'la olayman. İkkinlar bir kunmi xotin bo'lib boqmadinglar. Uning ustiga bir-biringlarni yaxshi ko'rib boqmagan. Shundoq tursa, qandoqmi uni yo'ldoshim deb e'tirof qilasiz, qizim? O'zingizni ikkinchi qaytim tug'ildim deb hisoblang. Burun ishlarning hammasini unutib ketdim, bola. Bola, men sizning qiyin opangiz bo'lmay, o'z opangiz bo'lgan bo'lsam, bu to'yni qilmayman deyalamdingiz. Men har vaqt vicdonim oldida o'z-o'zimni ayblab kelyapman. Sizning baxtsiz kechirmishlaringizga men sababchi bo'lib qoldim. O'tinib qolay, qizim, meni kechiring. Bu to'yni qilishga rozilik bering. Bo'lamdi, qizim, sizdan o'tinib qolay. O'tinib qolay, qizim. Bo'lamdi. Benim, ha? Acayipmi, chiroyli o'ltirib ketibsiz. Vah, 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 vah. Ey, ey. Apamni qo'liga keltirib olib, mening xotinim bo'lib oldingizmi? Ha? Nima deb kuylayapsiz? Bar. Ey? Meni jo'laydigan qilib qo'ygan dalsiz. Meni jo'laydigan qilib qo'ygan dalsizlar. Bo'ldi, shaytonlik qilmang. Bargili, shaytonliknimi? Siz menga o'rgatyapsiz. Qarasam hamma shaytonlar sizdan ta'lim olib bo'lgan. Qadirkan bo'p qolsa bek yaxshi bo'ladi. Vay. Qadirkanmi? Yaxshi-ku. Nada o'ynayapsizlar? Ma'qul. Bo'ladi, hozirla boraman. Nega borsiz? Bir soatda kelaman. Bugun qanday kun ishkanligini bilamsiz? Bilmandi-g'an.
Bo'la. Ha. Yana bormi? Meni unutib qolmabsizlarmi? Qasa qanday qiladi adash? Bugun payzim bilan o'ynab, pulinglarni serib olman. Oldirab poatmasang bo'larmikin? Poatmidi? Har qaysinglarni o'ngda qo'yman. Kimni o'ngda qo'yadi ekan, tek ko'rimiz-ku. Qaysing jaz qilishyapsa? Mana men qilyapman. 500 ni. Ola, mana. Ha, bola, tika. Tikam. Ha, mana utdim. Ha, qaysing tiksa? Ha, dattikam. Yana bormi? Ha? Ha, mana 200 qo'y. Ha. Mana, dattikam. Ha. Aka, Ha? akala, yana 500 ni. Bo'ldi qilsang uramdiki ukam. Qarzni ustingga yuklayverib, to'layamay qolma yana. Gapni oz qilib akala. Ma, Seni obdan bilamiz. Qarz deganni har yo'lda to'layotsan qo'san, ha? Shu emasmi? Nechiyada ziminimning borlig'ini bilib turib, chupayli qilyapsizlarmi? ha, otdim. Ha, utdim ha. Mana, Dattikam. Ha. Dattikam. Ha, endi menga keldi ha. Mana, Dattikam. Ha. Yana bormi qaysing tiksa? mana, dattikam. xotinimning oldi ajab yarashmadi. Ha, yana bormi? Ha? Ha. Mana 100 qo'y. Mana tikdi. Dattikam. Ha, qani to'q qo'ydiganlar bormi? Ha? Oxirgi qatim ta'limni sinapaqa yana 500 beray. Ishdan poyitib kirib o'tatding. Yana utiriverding. Endi to'xtab qolsang bo'lamdikan. Qadi, akala neshangdan. Futirib o'tgandan necha so'm chekib ketay. Qarab turish, kelar qatim kelib, hammangni serib o'tmaydigan bo'lsam. Senlar bilan men bog'o'diki, ha? Bo'yningda qaristib ajab yo'g'on so'zlaysan-ku. Shu emasmi? Qo'shilsam Qara buniki. Oldi bilan pulni to'layversan bo'lamdikan adash. Shu 30 ming qo'yga. Qanchalik pul tevo? Sen uchun oz pul o'g'andikin, yerib o'tasan. Qarab turish. Bugun kechdilar hammangni qaziga bog'ib o'tmaydigan. Ha, qani ko'rimiz-ku. Qarab turish, ha? Ohoy, ami shaytonim, ha? Bir soatlik qilaman deb endi keldingizmi? Qanday qilaman, og'aylarim qo'yib bermasa. Odam aytganga tozim ayt degan gap bor emasmi, ha? Qanday dedim jinim? To'y keysimi mushtaq qilamsiz? Meni nima ko'rib qilyapsiz? Meni sodi ko'zga ilamsiz ilmaysiz? Ko'zga ilmondiqam. Unda qilma. Bo'ldi qiling, mening ko'zimga kirmamang. Arzuli qizi tursingiz. O'zingizni buncha bola ko'z tutib ketma. Bo'lamdi jinim. Ko'z bilan qanday? Mundaqda. O'zimni ko'z tutmayman. Unda xo'sa, men sizga o'zimni bir ko'z tutib qo'y. Qandaq? Men pastga tushib uxlayman. Nemandaq odamni uxlatmay qapshayversa? İhbarni yolg'iz tashlab qo'yib nagi bordim. Hujrangda yotmasdan bu uyga kirib yetivag'an nemisi. Sening qayaring yangi to'y qilgan yigitga o'xshaydi. Og'aylaring so'z chacha qilmamdi balam. So'z cho'cha qizcha mening ustimdan qiladi. Sening nima qaring? Men sana yaxshi bo'lsin da'vatman balam. Uxlab kunni kash qildiring. Endi birdan bo'lsin ihbarni aylantirib kirgan. Apa, dadamning mirosiga sherik bo'lgan bu asrandiga nimachilar qilib ketadi? To'ymas qarniyat. Yo'qlar ko'zimdan. Ma'qul deganingda qilay. Bag'ras. Bu asrandini aylantiribcha qutulolmaydigan o'xshaydi. Bu yig'lama qizim. Uning uchun men ma'qul. Her ishqinlar o'zimning bolalari emasmi? Uningga gap qildim. Insonga gap tuzilib ketdi. Shunday qilishini bilardim. Men faqat sizning ajringizni oqlagan deb uning bilan to'y qilgan. Bilaman. Chapsan bo'lsa arzuli xinem. Kamini qullari xizmatlariga tayyor. Chapsan bo'lsa. Ha, mushar birdan o'tirib tur. Men av yoqqa berib kelay. Birdan o'tirib tur. Ma'quldami? Mushat yo'q o'tiramda. Hozirlik kelaman. Tezroq kelamsan?
Yana besh chekil ketdi-da. Bargilar, men keldim. Endi keldingizmi? Soat necha bo'ldi? Opamga gapni yashiramay chiqqanga to'yg'izasiz. Bo'ldi qilan, Malika. Bo'ldi, men ketdim. Gunoyimni yuyib, Ketni oz qiling, men ketdim. obdan bir yerga olib o'tib kelay. Tur. Men bormayman. Men. Tur. Bo'ldi qilan, men. Bo'ldi, bormayman. Men. Mana bu şey şu. Geldi. Yaxshimisizlar? Ha, kela. Ranglik o'ltirib ketibsizlar go, ha? Sening rangingga kelishmaydi-ku, ha? Yashab ketinglar. Bu yoq mening ayolim bo'ladi. Farizatdan birini elib olibsan, Jumo. Men ma tanishtirib o'tay. Bu yoq Aysa, bu yoq Baxtiyor, bu yoq Hamid. Ha, o Ipar. Ha, bu qizlar Aynur, Ayla. Yaxshimisiz? Qana, buni ko'tarat, ha? Rahmat. Var. Yana. Bunun ağaç otur, ha? Qani ağilla, dostluğumuz üçün götürəylik. Qo'sha. Ha, qani ağaç o'tiringlar, ağilla. Ha, qizlar, sizlarmi tortinmay ağaç o'tiringlar, ha? Rahmat. Hamid kechib kelgandan keyin u jazosi g'araq akirsinmi? Qanday deydi, ha? Çataq yo'q. Akirsam akirdim. Haraq akirmagan bolalarmidi? Pulning ko'ziga qaramaydiganimni qasam bilishsan-ku, ha? O'tirib turinglar. Qandaq og'illarim nochibika? Meni biroz saqlab turinglar, og'illar. Chaqqaraq bo'la. Xotirjam bo'lg'ina, 2 minut tilib kiraman. Xotirjam bo'la. Qani ko'tira, xo'ja. Bir yutum su bilan yutib turgan xinimkina bu, ha? Hamid ajab kirib bo'lmaydi. Xotinini bizga qarzga hisoblab berib ketib qoldimi ya? Qanday dedim og'illa? Voy, Ipar xonim tatilmay og'ash o'tiring deyman. Hamid bo'lmiz biz. Nima deyapsizlar? Eringizning gadanga qarz kelganini bilmamsiz xonim. Bo'ldi, hech qisi yo'q, qo'rqmang. Sizdek to'mur chiqib qo'yadi, eringiz bilan kelisha olamiz. O'tiring, ha? Mana og'illar, haraqni olib keldim. Nima bo'ldi? O'rningizdan turibsiz-ku. Meni mushuna qiyaga keldingizmi? Meni qarzga tutib kelganmi? Ha? Men ketdim. Kim shundoq deydi? Ketdim. Mening yuzimni qilib bo'lsa-mu? Ketmay o'tiring. Bo'ldi, men qaytib ketay. Bu yerda o'ltamayman, ketdim. Mening gapimni anglab, birdan o'tiribman. O'tiring. O'tiring. Ketdim. O'tiring, o'tiring, ha. Voy adash, to'yni qilib saymoqim bo'lib qoldingmi nima, ha? Nima deyapsa, vijdonimni saqlab yashab kelayotgan o'g'li bolajimi men? Texi u holga tushib qolmi deb bildingmi? Qani ketaylik. Qaranglar uni o'ltirishini. Og'illarimning oldida to'la yuzimni tushamoqchimi? Ketaylik, juma qo'ldanga. Ag'illa, qaranglar uni o'ltirishi rasul saymoqini o'zi bo'ptimi nima, ha? Dash, aldirab bo'atma desam unimaysa. Ketaylik, bulamdi. Ma'quldanga. Nimanda qilsa? Ha? Og'illarimning oldida nimanda ko'tildan bersa? Xotin kishi deganiz-a. Ketmisingiz. Undaqda men ketman. Nega borsa, bu yerda o'lta davatman. Ketmoqchimi sen texi? Mana. Oyoq ishni mushta urgan bormi? Aralashmay ner tur-a? Xotinimga birnim deyishgan o'xshamabsa. Kim seni xotining birnim debdi? Pul berish eg'ir kelib xotiningni bizga urib berdingmi? Ko'ygan tamg'a ishidigan nimigina bu? Gadash qarzda ot o'lib yo'qonchiligini buni. Amsi uningga nima bo'ldi? Xotindan olamaga uchun bizni eliyotdi-da. Relika, mashinangning arshquchini beri. Men uni uyga operativlik kelay. Bo'lmasa o menga
çatak terpem soy yana. Ma asrandı. Emdi. Ne yukarıda? Tug'ilibla ota-onamdan yetim qolgan bo'lsam-mu, siz menga ham ona, ham dada bo'lib bo'ynimni qisildirmadingiz. Sizning dardingizni obdan tushunaman. Hamidning sizga necha qatim marazga sherik bo'ladigan asrorni bitib oldim deb ta'bitani qilganligini ko'p qatim angladim. Ishkamlarning o'tirisiga bundoq ziyyat ilashig'icha o'lib kelsam bo'lmamdi. Unda nima qildim? Hada, Hamid xonning mashinasini so'qib etibdi. O dadamning mirosnomasini bermaydigan bo'lsa, o ikkisini uydan surib chiqarman deb chalvoqab o'ltirdi. Bu shundoq bo'lishini bilardim, qizim. Hamma gunoh menda. Men sizni qarab turib o'tqa ittardim. O'g'limning qandoqligini bilibdi. Sizni uning bilan to'y qilishga zo'rladim. O'g'lim shig'lama, bo'ldi. Xayolimda u siz bilan to'y qilsa, o'zlari yaxshi odam bo'larmikin deb o'yladim. Biroq u hayvon tuzalmak yo'q, yovuzlashib ketdi emasmi? Sizni o'zingizdan qarzdan his qilib, bu to'yga ma'qul bo'libsiz. Bu ishlarni endi his qilyapman. Meni kechiring, qizim. Qizim, men deyha hayot turib, u tatta atmasdan dadasining mirosini talishib kelyotdi. Biz uy vaqtimizni uningga tashlab berib, yiroq joylarga ketaylik, bolam. Apa, bu yerdan kelsak turmushimizni qanday qamdaymiz? Xotirjam bo'ling, qizim. Opamdan qolgan oltin jabduqlarni saqlab qo'ygan edi. Shuni ilishiga berib, hozir kunimizni o'tkazib turaylik. Keyingi ishlarni ahvoliga qarab bir taraf qilamiz.
Uyingiz kirsam yo'q ekansiz, bu yetganligingizni bilatdim. Farida, hamma ishlarimdan xabar topdingiz. Endi qanday qilsam bo'ladi? Men sizning o'zingizni nima uchun Asqardan ip qochirganligingizni endi tushundim. Ishbor, Asqarni shuncha yaxshi ko'rib turib, nima uchun o'zingizni qiynaysiz? Qiynabingiz uchun o'z muhabbatingizni qurbon qilamsiz? Ishbor. Men Asqarni shuncha yaxshi ko'rgan bo'lsam, uning muhabbatiga erisholmadim. Lekin siz erishdingiz. Uning ko'nglingizni bering. Bu ya chiroyliqmikan? Sizga bir ishni desam bo'lamdi. Bugun men alaydan sizga atab o'zgargan edim. Yoqtirasizmi? Yoqtirmadingizmi? Menimcha cho'qim yoqtirdingiz. Akalar, sep qo'yay. Yana bir ishni so'rag'im kelyapti. Qani so'rang. Hali kuni nima uchun meni uyingizdan qo'g'lab o'tasiz? Bo'ldilar, xijil qilmang. Uzundan beri o'zingizni ataymandan ip qochqalaringizni his qilg'achqala hozir qadar kayningizdan qo'g'lashib yurdim. Bo'lmasa, qanaqa qilardingiz? Adaş, ishparning adresini topdi. Rahmatchim adash. Rahmat. Aldirab, xo'shib ketma, u to'y qildi ekan. Nima? To'y qildi ekan deyapman. Kim deyapsan? Boshqalardan shunday qonli to'y. Kekashmay o'tirib gap qilg'ina. Men uning xitini beryapmisam ya? Sen shuncha uzun vaqt uni izlamagandan keyin u gezga e'lon chiqarib, xitini berib etibdi-va. Necha vaqtdan beri nishchikib qima o'ynab juda. Endi uning to'y qildig'ini anglab, chidamay qolgan o'xshamamsa, ha? Unda chidamaydigan odam burunroq sen emasmidi? Shipar gezga e'lon bergansan, nima deganding? Bu xabarni anglab bu yerga ushqanda keldim. To'yning xabarini anglab yerga ushqanda ketsanda, ha? Meni do'ravatamsa, loza. Hamid adash, xotining to'y qildigan bo'pti. To'yning nag'misini oldinla qilashtiramizmi ya? Tursun adash, tutturini ala. Birdan yerimda fayz qilishmaydimi, ha? Xo'sh vallah. Xo'sh. Olmening tayaqımı, abiyening tayaqımı. Olmening tayaqımı, abiyening tayaqımı. Kecha bo'lsa o'yqa yo'q, yarning ishdi. Mehribon xonimni go'arga bag'isizmi? Kelni ishborning baxtini deb qimmig'ini qolmadi. O'z vaqtida Hamid degan shumtigining u ikkisiga ko'rsatmagini qolmagan. Voy nima deydiganlar? İşbar asli Mehribon xonimning kelinimidi. O'zining o'g'lig'ining bo'lgan. U qayerda? Anglamagan gap bu.
Dünyada muşundaq esil atanlarmı bolamdığandı? Oğlu kichigidilla ish terib yuradigan emdi. Cho'ng bo'libmi yangi qimor o'ynash degandek ishlarni qilib yurdi. Kiporni chetib qo'ygandan keyin teximi askilishib, ona bola ikkisini vayronchilik qildi. İnsanı bəmsə, bala degan şuda. Elimi bichora mehribon shu daplarga chidab keldi. Qo'y peylini oldin bilgili bo'lsa, bundaq əskilərni büşügüdə tunjuqtırıb qoymamdı kişi. Boğuluqның həmmisi atan nağılı bulamdığandı. Әмдічі, Qadir Ayşanda deyizің. Kim? Bu men. Yaxşımsız. Yaxshi. Har holda ulgurib ketdim-da. Nemiga hamon qilib qolding, apa? O'g'lingning uyingga kelganiga hayron qilyapmiz, ha? Ostaroq gap qil. Nemishqa? Sen bu ishlarni yo'shirmoqchimi? Sen ipar ikkimizning munosabatini unutib qoldingmi? Men sana deb qo'yay, apa. Sen bu ishlarni yo'shirib bo'lmaysan. Sen bu yerga qandoq kelding? Qandoq kelatdim? Sen meni shundoq aqlli qilib tug'ib qo'ygan tursan. Men bir amallarni qilib, bu yerni tep keldim, bo'lmabdimi? Sana aytib qo'yay, apa. Men burun qandoq yashagan bo'lsam, hozirmi shundoq yashab kelyapman. Bu yerga nima uchun kelding? Ayolimga xush xabar yetkazgili keldim. Bu yerdan ketgin, sendan o'tinib qolay, bu yerdan darhol ketgin. Kipar bilan ko'rishmaylimi? Uni chaqirib qo'y. Qaraganda uyda yo'q o'xshamamdi. Ha? To'xtab tur. Men uni chaqirib chiqay, mushat turib tur. Neynadın onda qasaq qutulub olamaysan. Xiyol surib o'ltirib ketibsiz ku. Men bo'ldingiz qizim. Opa, men xuddi Asqarni aldayotgandek his qilyapman. Men bo'lgan ahvollarni uningga tegmikin. Qizi, deyishni to'g'ri topgankansiz, undaqda da. Bu dünyada şundaqmı işler bo'ladi ekan? Yana kelib bu ishni sizning beshingizga kelgan. Kipar. Sizning qanchalik tatbiqligingizni bildim. Biroq siz bu ishlarni unutib ketishingiz kerak. Endi bu ishlarni hargiz o'ylamang. Men sizga shunday va'da beramanki, men sizni cho'qim baxtli qilaman. Men bilan to'y qilib qolmay, yana bir qitim to'y qilay deyapsiz-da?
Kimken? Voy, Apa, sen gap qil, yoki gap qilma. Sening jim turgan holting meni bek xo'shal qiladi. Men seni yaxshi ko'raman, apa. sen nima qilmoqchi? Men sizlarning aktivashtiringlarni ochmoqchi. Chavanglarni chitqi yaymoqchi. Undaq qozonga mundaq cho'mish qilmoqchi. Qandaq gaping bormi? Mening maqsadimni endi tushungansan? Meni xotirjam bo'lsin desang, bu yerdan ket. Bu yerdan ketsam, dadimni qandaq chiqiraman? Esingdimi, apa? Kichik vaqtimda sen meni allay etib xultatding. Allay balam, allay qozam, allay balam, allay balam, allay. Endi meni xultanmaysan. Opa, endi qanday qilamiz? Xotirjam bo'ling, bolam. Siz cho'qim Asqar bilan to'y qilasiz. Hamid sizga yo'lsizlik qilgan kundan boshlab qalbimda men uni o'ldi deb hisoblaganman. U yana kelsa, uy xitini tutqizib qo'yaman. Menimcha, uning uy xitini bersak bo'ldi qilmasmikin. O'zingizmi bilasiz, qizim. U mol dunyo desa, jinini berdi. Dadasi ikkimizga tava shuncha cho'nqur o'jay qo'liga tushsa, bo'ldi qitmi qala. Kim o? Men. Apa, kechidan beri obdan uxlagansizlar? Qaqsardi seni bu yerga kim chaqirtibdi? Hoy, o'z balangdan tenib ketmoqchimisan? Hey, sana zade nima qilsan bu yerdan ketsa? Apa, nimaga buncha bola oldiraysan? Menchu o'z ayolimning to'yining o'ngishliq bo'lganligini ko'rib, andan ketmoqchi. Apa, navada bu ikkisining to'yi buzilsa, qandaqmi qilasiz? Gap qila. Sen bu yerga mush ish uchun keldingmi? Yo'q. Emis nimaga kelding? Ben sizlarning shirin tushunglarni buzg'ili keldim. Bu to'yning bo'lishi mumkin emas. Xotirjam bo'ling, qizim. Men bu to'yni cho'qim qilaman. Cho'qim qilgan. Opa, ko'nglim to'yib turibdi. O to'yni qilib qo'ymaydi. Men Asqarga uning o'lib ketganligini aytgan edim. Endilikda u osmondan tushgandek tuyuqsiz paydo bo'ldi. Men bu ishning jarayonini Asqarga deyishim kerak. Men unga telefon qilyapman. Bo'ldi, hozircha deyman. Bichar ish bor, opamdan davolt oldim. Restorandan naqsh yetmaydigan bo'ldim deb sizdan nihoyat xush bo'lgan edi. Tuyuqsiz u kasofat osmonda tushgandek paydo bo'lib ikkinlarning ishini buzmoqchi bo'lyotdi. Siz tez uni uyga bering. U sizga muhtoj. Farida, rahmat sizga. Sizning oq ko'ngil qiz ekanligingizni bilmay, ko'nglingizni og'ritibdiman. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Opangiz uydami? Ha. Qani, uyga kiring.
Men hamma ishdan xabar topdim. Şoň xotirjam bolamay kelgan edim. Hadi. Siz keliningizni baxtli qilish uchun uni qaytadan yotliq qilmoqchi bo'psiz. Siz haqiqatanmi fazilatli qiynal ekansiz. Men sizlardek yaxshi kishilar bilan tanishganligimdan intayin faxrlanaman. Qo'rqma. Sen bu yerda ekansan-da. Iparning to'y qilganligini bilib turib, uning bilan yana to'y qilmoqchi bo'lgan nochi yigit senkansan-da, ha? Xotinimning to'yi senga o'xshash nochi yigit bilan bo'lmoqchi. Ya'ni kelib dal mening tug'ilgan kunimda. Sening to'yingga men xotinimni so'q qilmoqchi bo'lyapman. Sen mening tug'ilgan kunimga nimani so'q qilasan? Apam bo'lsa mendan tenib ketdi. Sen bo'lsang xotinimni etkatmoqchi bo'lyapsan. Endi menga kim hamroh bo'ladi? Manda bo'lsa, to'ydan keyin bir yig'iz uyinglarda men o'ltiray. Bu sening uxlamay tush ko'rganing. O chaqda men bu hikoyani dadamga, yaqin al-og'illarimga so'zlab beraman. Shu chaqda sen yuzingni qanday ko'tarib yurasan-ki? Sen bana qo'rqoq deyapsan. Men sana hargizmi qo'rqoqsan deb. Sen xotinim bilan to'y qilmoqchi bo'lgandan keyin sendan ozroq haq olaymikin deyman. Qanday dedi? Ha? Appa. O'tani hech kim to'siyamaydi. Hech kim to'siyamasa, mana shayton to'siyalaydi. Bu degan haqiqiy chin muhabbat ustiga qurilgan to'y. Mayli sen nima degan, men hargiz parvo qilmayman. Men sana shuni aytib qo'yay, bu to'yni qizinim qilgan. Men bir ko'rib baqay. Bu to'yni qanday qilasan-ki? Ola va xudnuni odamni ko'zga ilmagandek. Bo'lganda endi Şirin tushinglarni buzuvdiman demaganmidim. Hey, paskina. Seni endi qochmamsa, oshqang bu chin muhabbat ustiga qurilgan to'y. Bu to'yni qig'inim qilgan deb qahramonlik ko'rsatayotdi-ku, ha? Endi ko'ramiz. O to'yni kim bilan qilakin, ha? Gap qila paskina, o'zingni ko'rsatib ketgansan-ku. Gap qila. Qandaq? Endi qo'limga tushdimi, ha? Gap qila deyapman. Endi men seni qanday qilamankin, ha? Qaraqtur. Jinim. Seni azoblab qo'ydim, ha? Bak qiynalib ketdingmi, jinim? Ha? Baqirma.
Hey. Ha, men. Qodirmi? Hozirlik kerakmidi? Yo'q. Uy kelma. Men sana hozirlik ip chiqib beray, bo'lamdi. To'xtab tur. Men hozirlik chiqaman. Önünü ötürüp jim olsa olmaz. Faridama. İpar hazır o. Vey hürriyetma, işlavatamsa, bana 28-67-953 numaralı telefonun adresini dep versen bo'pti-ke. Kızlarım, yeni bir hikaye yapacak, ha? Ahmet. Oy iyisin. Bu yani qandaq deb keldi? Sen bizni qandaq tapqan bolsang, biz seni shundaq tapdik. Bu asrandığı niman çıkıldı halde, ha? Sen zaten nimi qilmoqchi? Jadi, senin nimi karın? Nimini qısam özümnün işi. Jahanga yaman ishlarni qilishga to'ralgan seningdek boladan joq to'ydim. Ne to'ygazding-ku? İhbarni qo'yib bermaydigan bo'lsang, soqchi chaqirman, Jumo. Soqchi? Chaqirsan chaqamam seni. Soqchangdan kim qo'rqib qoladi? Appa! Öte, bu yoqqa. Öte, nega borsan? Öte. Yürü bana gideylik. Apa! Neymiş ki işini açmaysa? Hıddelle. İşini açmasan keşke müşahede oldurma. Hey, nimanda işini açmaysa? Telefon kısam, telefonumu almaysan bu? Oy, nimi deysen? Nimandaq igiz pesva qıraysan, xulub qoşlarını aldıdı set emes mu? Baldırak işini açtan bulmamda ondak adem. Sen zat nimi qilmoqchi? Men toyni buzmoqchi. Balam, bu degan mahalla, ostaraq gap qil. Mana bu qonunliq vasiyatnoma hammani sana beray, og'in. Vasiyatnoma mi? Jinim balam, buni sening nomingga yutkab qo'ydim. O'tinib qolay, endi ihbor bilan qirishqichi bo'lmag'in. Apa, bu qo'rojoy aslidimi menga taalluq tursa? Bo'pti, tunaginga ishqa salvat. Endi mening ishimga aralashmoqchi bo'lma. Mening bu to'yni buzg'unim buzgan. Sen bu bechora qizning hayotini nima uchun nobud qilasan? U bechora sana zaten nima yomonlik qildi? Senden o'tinib qolay, sana bergan oq sutimdan rozi bo'lib ketay. Endi u qizni yoshig'ili qo'yg'in. U nima?
Güney, o keçip ketmegen bolsa, men mashinani soqib o'tib, to'lamga qanmagan bo'lardim. Onun kasabıdan ölgülü tası kaldım. O meni yetkice azap saldı. Ben onu hergiz keçirmeymen. O faqat o'zini qo'g'dash uchun shunda qilgan, bilamsan. Bo'ldi, qilaba. Onunga az bo'lishdi. Sen aqlingga kelib ta hozirgacha meni biror qitim xo'sh qilib boqqan yering bormi? Faqat qog'ishtishdan boshqa ish qilib boqmading. Yomon ishlar jiningdan ayrig'ili tas qoldi. Yeni yomon ishdan qo'l uzmay, bechora iparning baxtiga o'ltirmoqchi bo'lyapsan. Sendan o'tinib qolay bolam, bu yerdan ketgin. Voy, apa, sen nimancha yaxshi ayol, ha? Bir asrandi uchun boshunchalar hasrat chekyapmiz. Sen hasrat chekkining bilan men qilmoqchi bo'lgan ishimdan hargiz yanmayman. Sening xiyolingda men bu yerga mol dunyo uchun keldim-da. Ya, apa, men uningdan qisas aqli keldi. Men uni hargiz yashig'li qo'ymayman. Uni shunchalik azoblaymanki, o menga har vaqt yelinadi. Sen yüzümni qo'ymaydigan o'xshaysan. Yilim o ma'lida yüzümni tushirib oldim. Endi ikkinchi, bu yerga oyoq bosquchi bo'lma. Bu yerdan yo'qol. Kelmedi odamzat, bu sening ham xiyolin. Muborak bo'lsin. Yaxshi. Marhamat. Bugün Dilshod efendimning o'g'li Asqar bilan Mehribon Nadining qizi Iparning qutlug' to'y ma'rikasi. Sizlarning bu to'y ma'rikasiga qadam tashrif qilganinglarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Shundaqli bu 2 yoshning buningdan keyingi turmushining baxtlik, kunlarining xushal-xuram, bayoshat o'tishiga chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Undaq bo'lsa, to'yimizning vechirkisini o'zimizning millicha, an'anaviy usulimizdan boshlaymiz. Qani, marhamat. Aman olsun toy oynağa, cayırık Allah, Katılırız abdiliyek parlık Allah. Kar yüzdür bu alemde, aşkını birbirinden ayırık Allah.
Әмді қыз білән жігітні, қыз қолдаш білән жігіт қолдашны бір майдан таныс ойнашқа тәкліп қыса. Қені мәрәмәт. Halayım! Halayım! Gitmemden ağlap bu yana! Zahtı bu asrandı. Apamni kolun kaldırılıp da bana tiki vakan idi. Birlikte yana apamni koldurulup bu tekalı aktan çıkıp tiki vakan. Hadi anlatın. İşte macam anne. Sen gidin imiş bunlar gibi. Şunda kısa beçar ihbar nemi bop gitti. O kıza bazır neymiş kılatkandı. Yok, ona aldan tozuşum gerek. Onun emdi ihbarı düşmanlık kılışığa herkes yol koymayman. Ben sırtqı çıkıp gireyim. Dadam sana bakayım. Dada, Neymiş? Mihriban apam görünmeydi oğlum. Ben izle bakay ya. Ben sana gitmem. Dadam size bakırgan bu. Şunda olsun. Ulanın toyunu ağzı aylandırı öteyli. Tehçi peylandın yanmap sende. Eğer toyunu buzuduğun bolsan, aldığında ölüp berimen. Bu senin ne mi degin ha? Kiçiginden tatıpla. Rahne gibi işenmeydiğen günahlar çoğun oldu. Bugün gepimge işin gerek. Aldığında turğunu kıtık emez zəhər. Sen toyunu buzumen deydiken sen, muşunu içipla aldığında can berimen. Appa, sen toyunu taşlap koyup bu bir nimen bilen bana kokak sağlı geldin mi? Muşunda kısam balam peylidin yenip kalamıkin dep oylap kaldın mı?
Senin bu hilimikir oyunlarına kimmiş ne? Eğer gepin rast olsa bunu içmemse. Ömründe çümünümü öldürüp bakmagan xotun özünü öldürüp elişka peydan alamsan? Senin derdini tatqıça ölgünüm evzel emasmi? Yaxshi, apa, bugün tuncu bulup senin tasdigingni yedim. Qaraganda senin bag'rimi tashib ketibdi, ha? Men ölmegicha sen bo'ldi qilmaydigan o'xshaysan. Hey, apa, rostda ichayotsan-ku. Akila, men ichay. Akila? Balam içmegen, ona zahar bak. İçe balam, içe. Balam, köpek içken ha, buyur içken. Yaxşı. Yeni bak. Doyurma. Balam, kimonu meynat qilmay o'ynadin ha? Kimin pasqulun ketdi? Jupaydini. Ne? Ana tushdi. Meynat qilavatdim. Juqib tushdi. Kepsiz shumtek. Andres. Rastlı zehir varken ko. Ben senin gepinge aşkımı işenmeye. Abba, öz oğlunun zehir içişine qarab turdu ama. Benim aşkımı gepinge işenmeyendin ha. Abba, ben olamayıvatım ben. Ölüp getirgan okşayman. Aşkımı, senin gepinge işenmegen. Bala, ben onun da zahar var degendim. Senin gumanxorluğun ahır beşanga çıktı. Abba. Malama kıldım, yüzüme kıldım. Balam, ben bu dertlerine qandaqlı çidayman. Abba. Abba. Balam, balam.
İpar kızı. Abba, sizga zodi nima ish bo'ldi jinim abba? Asqar bolam İparni sizga topshirdi. Uning holidan o'tdan Abba! Jinim abba! Abba! Hamid endi sizlarga tahdid sololmaydigan bo'ldi. Baxtli bo'linglar. Turmushinglar xotirjam o'tadigan bo'ldi. Ay talay tunlar Tapqan tenim ana Baxtim istab qismatlar Tapqan tenim ata Kulgimda kulgan edim Shig'lisam dillar Qaldı bugün feryat urup Yalğızım anam Ey aziz yurtum Mihriban anam